Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida eng so'nggi yangiliklar bilan Football Time kanali. Futbol olamida yangiliklar ko'p va biz sizga ushbu yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Agar siz eng so'nggi futbol xabarlaridan boxabar bo'lishni istasangiz, u holda bizning kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu video ommalashishi uchun bir dona laykingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Biz siz azizlar uchun sifatli videolar tayyorlashimizda biz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Barchasini bajargan obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda biz videoni boshladik. Eldor Shomurodovga Turkiyaning Grand klubi qiziqmoqda. Eldor Shomurodov faoliyatini Turkiyaning boshqa jamoasida davom ettirishi mumkin. Bu haqda Sportsfay Fotomatch nashriga tayanib xabar bermoqda. Unga ko'ra, Fenerbahçe Superliga doirasida o'z o'yini bilan ajralib turgan Shomurodov bo'yicha Başakşehir bilan bog'landi. Klub prezidenti Göksel Gümüşdo futbolchining transfer huquqi uchun 20 million yevro talab qilayotganini ma'lum qildi. Başakşehir uni sotib olish uchun jami 5,7 million yevro sarflagan. Shuningdek, futbolchining keyingi transferidan olinadigan foydaning 10% Roma klubiga beriladi. Ma'lumot uchun, O'zbekistonlik forward joriy mavsum chempionat doirasida 20 ta uchrashuvda maydonga tushib, 15 ta gol urdi. Sug'diyona O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi hujumchisini o'z safiga qo'shib olish arafasida. Amirbek Saidov faoliyatini Jizzaxda davom ettirishi mumkin. 20 yoshli hujumchi Sug'diyona futbolchisiga aylanadi. Tomonlar kelishuvga erishish arafasida. Ma'lumot uchun, Saidov yaqinda bo'lib o'tgan U23 Osiyo Kubogida ancha yaxshi formada ekanligini ko'rsatdi. Futbolchi Livanga qarshi o'yinda o'z hisobiga gol yozdirib qo'ygan edi. Messining keyingi jamoasi ma'lum, muzokaralar boshlandi. 8 karra oltin to'p sohibi Lionel Messi o'tgan yil oxirida Inter Miami bilan yakunlangan shartnomasini yangilab, bu klubda 2028-yil oxirigacha qolishga ko'ngan edi. Biroq vaziyat o'zgarishi mumkin. Argentinaning Newell's Old Boys klubi futbol afsonasini o'z tarkibiga qo'shib olmoqchi. Klub vitse-prezidenti Juan Manuel Medina 2027-yil yanvarida Lionel Messini jamoaga olib kelish rejasi borligini aytdi va ehtimoliy transfer bo'yicha muzokaralar boshlanganini tasdiqladi. Biz Leo 2027-yil birinchi yarmida Newellsda o'ynashi uchun ishlayapmiz, lekin hozircha bundan boshqa yangilik yo'q. Bu loyiha Newells miqyosidan ham katta. U Rosario shahri, viloyat va butun Argentina futboli uchun mo'ljallangan. Hammasi infratuzilma va raqobatbardosh sport dasturi bo'yicha nimani taklif qila olishimizga bog'liq. Muzokaralar bo'lgan, g'oya ko'tarilgan, lekin qarorlar hali qabul qilinmagan, dedi Medina Toda Passion nashriga. Ta'kidlash joizki, Lionel Messi Barselonaga ko'chib o'tishidan avval futbol sir asrorlarini aynan mana shu klubda o'rgangan. Leo ilgari faoliyatini qadrdon jamoasida yakunlash orzusi borligini aytgan edi. Ekspertlar Husanov haqida nimalar dedi? Abduqodirning o'yini tahlil qilindi. Ekspertlar xulosasi Husanovni xursand qildi. O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov o'ynayotgan Manchester City Angliya Liga Kubogi, Carabao Kubogi finalida bosh sovrin uchun kurashadigan bo'ldi. Josep Guardiola shogirdlari yarim finalda Newcastle ga to'qnash keldi. Raqib maydonida o'tgan dastlabki bahsda 2-0 hisobida zafar quchgan shaharliklar javob o'yinida bu ustunlikni mustahkamladi. Umar Marmushning dubli va Tijani Reindersning bir goli Manchester Cityga ikkinchi uchrashuvda 3-1 hisobida g'alaba keltirdi. Newcastlening yagona javob to'pi Anthony Elanga hisobiga yozildi. Nufuzli manba cityextra.co.uk sayti ekspertlari Manchester City futbolchilari harakatlarini quyidagicha baholadi. James Trafford 7. 9-daqiqadayoq Willock uni aldab o'tishga uringan paytda muqarrar gol bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyatni bartaraf etdi. Oradan 10 daqiqa o'tar o'tmas esa Gordonning zarbasini qaytardi. Qolgan vaqt davomida ham ajoyib seyvlari bilan yuqori bahoga loyiq bo'ldi. Mateusz Nunes 5. Nunes uchrashuv davomida raqib futbolchisi Lewis Hallga imkoniyat berib qo'ydi va u olishi shart bo'lmagan sariq kartochkani oldi. Bu esa Newcastle'ga jarima maydoni tashqarisidan xavfli standart ishlash imkonini berdi. Abduqodir Husanov 6. Ikkinchi taymda ayrim xatolari bo'lishiga qaramay, butun o'yin davomida himoyada mustahkam harakat qildi. Ayniqsa uning tezligi bir necha vaziyatlarni bartaraf etishda qo'l keldi.
Yoshko Gvardiol va Ruben Diashning jarohatlari so'nggi haftalarda City pozitsiyalariga zarba berdi. Ammo shubhasiz, ko'proq o'yin amaliyoti tufayli Abduqodirning individual mahorati o'sdi. Nathan Ake 5. Himoyada ishonchsiz ko'rindi va shu sabab Josep Guardiola uni tanaffusda almashtirdi. Ryan Ait-Nuri 6-5. Chap qanotda yana yaxshi o'yin ko'rsatdi. Hozirda u klubning eng yaxshi chap qanot himoyachisi ekani shubhasiz. Albatta, O'Reilly unga jiddiy raqobatchi. Jarohatlar ortda qolgandek va City nihoyat uning o'yinga ta'siridan yana foyda ko'ra boshlaydi. Nico Gonzalez 6. 83-daqiqagacha yarim himoyada ishonchli o'ynadi. Rivojlanayotgan iste'dod. Dam olish kunlari Tottenhamga qarshi o'yinda ishonchsiz ko'ringan edi. Ammo muntazam o'yin amaliyoti uning eng yaxshi formasiga qaytishiga yordam beradi. Nico O'Reilly 6. Chap qanotda Ait-Nuri bilan a'lo hamkorlik qildi va ko'p vaqt davomida to'xtatib bo'lmas darajada edi. Uning qanotlarga siljish mahorati sezilarli darajada yaxshilangan va bir kuni yana yarim himoyaga qaytishi ham mumkin. Tijani Reinders 7-5. Bu bahs shubhasiz hozircha uning City libosidagi eng yaxshi o'yini bo'ldi. Mavsum boshida Wolverhamptonga qarshi debyutini eslatdi va bu yerda u har joydan xavf soldi. Darvoza tomon yorib kirish mahorati, o'yinni o'zgartirib yuborish qobiliyati va maydonni ko'ra olishi unga qo'l kelmoqda. U o'yinda barcha kuchli jihatlarini namoyon qildi. Antoine Semenyo 7. Uning pressingi ko'p vaziyatlarda, ayniqsa o'yin boshida benuqson bo'ldi. Aynan shu bosim tufayli Lewis Hall to'pni yo'qotdi. Golli vaziyatlarda muhim rol o'ynadi va nega u 65 million funtga baholanganini ko'rsatdi. Phil Foden 5-5. Yaxshi boshladi va ilk bosqichlarda ajoyib pressing qildi. Bir necha bor Voltemadeni to'xtatdi. Tor hududlarda o'ynay olish borasida noyob iste'dodga ega va kelajakda bu jihatdan ko'proq foydalanishi kerak. Shuning bilan ayrim vaziyatlarda xatolarga yo'l qo'ydi. Buni tuzatish zarur. Omar Marmush 8-5. Holland o'rniga ajoyib chiqish. O'tgan oyda Wolverhamptonga qarshi Premier Ligasi joriy mavsumidagi ilk golini urgan edi. Bu uchrashuvda esa porladi. U Newcastle ga qarshi o'ynashni yaxshi ko'radi. Birinchi taymdagi 2 gol o'yinga barqarorlik olib keldi va natijada jamoa kubok finaliga chiqdi. Erling Haaland 6. Zahiradan tushib Botmanni ajoyib tarzda aldab o'tib, jarima maydoniga shiddat bilan yorib kirdi. Ammo Ramsdale'ning seyvi tufayli gol ura olmadi. Shubhasiz o'yinga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Marmushning o'yini norveglik to'purardan nimanidir uyg'otganini aytish mumkin. Umuman olganda, so'nggi haftalarga nisbatan ancha yaxshiroq o'yin ko'rsatdi. Ryan Cherki 6-5. Uchrashuv oxirida Holland uchun 2 golli vaziyat yaratdi va ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Aks holda o'yin so'nib qolishi va natija deyarli hal bo'lib ketishi mumkin edi. Rodri 6. 71-daqiqada maydonga tushdi va yarim himoyada tuzilmani saqlab turdi, jamoa ustunligini imkon qadar asrash uchun a'lo yetakchilik va intizom namoyon qildi. Rico Lewis 5. O'yin oxiriga yaqin maydonga tushdi va umumiy olganda salbiy ish qilmadi. Gonsalesda sariq kartochka bo'lganini hisobga olganda yaxshi almashtirish. E'tiroz yo'q. Max Allen 5-5. Tanaffusda maydonga tushdi va ikkinchi taym boshidayoq Elanga bilan tezlikda kurasha oldi, ishonchli himoya qildi. Birinchi jamoada o'yinlarga qarab, u himoyada muhim futbolchiga aylanish yo'lida. Ammo Cityda yoki boshqa joyda bo'lsin, yanada ko'proq tajriba to'plashi kerak.